Xorvatiyaga borish uchun общий xarajat qancha bo'ladi? Shu savollarga, hamma savollarga xudo xolasa qo'ldan kelgancha qanday borish, nima qilish hammasiga javob berib aytib o'tib ketaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Hammaga assalomu alaykum akalar. Videoni boshlashdan oldin menga obuna bo'lib qo'yinglar, obuna bo'lmay ko'rayotganlar, videoga like bosinglar, podpisatsiya bo'linglar. Keyin kommentariyada yana qanday savollar qolgan bo'lsa yozishinglar mumkin akalar. Tak, akalar hozirda menga o'z chiqayotganlar, masalan, o Gruziya tema yo'q boshqa nimalarni gaplashib turgandik. O'sha bo'yicha chiqib boshqa narsalar so'rayotganlar bor. O'shalarga yana bir marta tushuncha qilay dedim, chunki vaqt yetmayapti tushuntirishga yo boshqa qilishga. Har bitta odamga masalan kamida yarim soat gaplashish kerakda, tushuntirish kerak. Shuning uchun bitta video qilib qo'yaman. Shu videoni keyin o'ziga tashab yoki o'zi ko'rgan vaqti oxirigacha ko'rsa, hammasi tushunchani oladi. Xorvatiya bo'yicha. Bundan 3-4 oy oldindan video qilgandim, tushuntirgandim, podrobniy. Yana bir marta nima o'zgarishlar bo'ldi 3-4 oy ichida? Qanaqa yangiliklar bo'ldi? Yil oxiriga kelib nimalar bo'ldi? Yangi yil nimalar kutilyapti migrantlarga? O'shalar bo'yicha bilganlarimni aytib o'tib ketaman akalar. Tak, Xorvatiya masalan bundan 2-3 yil oldin juda oson edi. Oson deganda qanday? Kutish vaqti kam edi. Masalan, priglasheniyalar 2 haftada chiqardi. 15 ish kuni ichida ham chiqardi, har xil. Viza esa 40 kun, 1 oy, 15 kun mana shunday vaqtlarda chiqardi. Hozir uje avtomatik ko'plar o'ylayapti Xorvatiya qiyin, to'g'ri Xorvatiya qiyin, lekin Xorvatiyaga topshirganlar ko'p bo'lib ketdi. Uje Xorvatiya masalan hamma davlatdan odam olib ko'rganda, masalan Hindistondan, O'zbekistondan, Pokistondan, Egipt, Misrdan, masalan men o'zim ishlagan bo'lsam, har xil migrantlar har xil davlatdan bor edi o'sha vaqtda. Keyin o'shanda ko'rib bilganmanki, masalan Bosniyadan, Kosovo, endi ularga o'zlari nima, o'sha yo'nalishda qo'shni davlatlari, lekin boshqa davlat turklardan, Turkiyalardan o'shalar hammasini olib ko'rib, любой odam ham biladida, keyin masalan qaysi davlatni olib ko'ryapti, qaysi davlatning odamlari, migrantlar qaysi yaxshi ishlayapti, qaysi yomon ishlayapti, qaysi qochib ketyapti. U qochib ketish, ketib qolish hamma davlatda, hammasida bor bu narsalar aslida. Yaxshi ishlaydiganlar qaysi bo'lyapti desanglar, o'zbekistonliklar yaxshi ishlaydi. Biznikilar hammasi borganda yaxshi ishlaydigani ham o'zbekistonlik. Yomon ishlab bir kasha varenni qiladigan ham o'zbekistonliklar. Shunaqalar bor, o'zim ko'zim bilan ko'rdim, eshitdim, ketib qolib, qochib ketib. To'g'ri, hammasi hayotim yaxshi bo'lsin, borganga yarasha yaxshi joyga ishlayin, zo'r bo'lib ketayin deb harakat qiladi, lekin mana shu birinchi borgan joyga sabr qilmay ketib qolib, qochib ketib, boshqalarga kelayotgan o'zbekistonliklarga minus olib kelyapti. Mana statistika anaqasida ko'rib chiqdik. Har ikkita odam bu yerda o'sha Xorvatiyada ishlab turib atkaz bo'lishiga, ketib qolishiga sabab bo'lganiga o'sha har bir ikkita odamdan shunday qilgani uchun, masalan, muammo qilib, qochib ketib qoladi-ku, har xil muammo qilgan odamni, ikkita odamni anaqasiga 8-9 kishi to'g'ri kelayotgan ekan, atkaz bo'lishiga sabab. Ikkita odam sababchi, 8-9 kishi uje atkaz bo'lib ketar ekan. Tushunyapsizlarmi? Masalan, ikkita odam ishlayapti Xorvatiyaga, muammo qildi, kasha qildi, qochib ketdi yoki nimadirlar qilib tashladi, yo urush janjal qildi. O'shani sababiga bu yerda 8-9 kishi, 10 kishi hali endi bormoqchi, endi hali bir taassurot yo'q, hali Xorvatiyaga yaxshi taassurotlar bilan boraman degan odamni faqat atkaz bo'lyapti. Prosta hammasi joy-joyda. Nima deydi? Приглашение официальный joy-joyga, vizalar hammasi viza etapgacha bo'lgan, hamma jarayon joy-joyga, lekin viza atkaz. Shunday. Chunki shuni bilinglarki, приглашение отдельный masala, viza отдельный masala. Приглашениеni отдельный u firma tomonidan bo'lsa, davlat tasdiqlab beradi, to'g'ri. Vizaga отдельный u elchi o'tiradi, elchiga bog'liq viza urush urmasligi. Tushunyapsizlarmi? O'sha Qozog'istondagi posolstvada. Shunaqa, shuning uchun akalar o'sha Xorvatiyaga borganlar bo'lsa, sabrda bo'lib, maslahatim yaxshi ishlab nima qilib yurish kerak va endi bormoqchi bo'lganlar bo'lsa, akalar, shuni bilinglar. Masalan, u yoqdagilar aytadi-da, menga nima, men anaqa qilyapman, men o'zim hayotim yaxshi bo'lsa bo'ldi. Yo'q, seni hayoting deb orqadan mana 10 kishi atkaz olishiga sababchi bo'lyapsan. Chunki seni istoriyang anaqa bo'lgani uchun bular uje o'ylayapti, o'zbeklar mana shunaqa bo'ldi. Atkaz, uje yomon istoriya, negativ, yomon kommentariya beryapti-da. Shuning uchun yaxshi kommentariya berish uchun sabrda bo'lib, yaxshi ishlab, tilda o'rganib, yaxshi nimada qolish kerak. Masalan, qaysidir ishga o'tmoqchimisiz? Qochib ketmang. O'tmoqchimisiz? Dangalni aytib, rost gapirganni yaxshi ko'rasiz. Siz yolg'on gapirsangiz, u ham keyin to'nini teskariga xorvatlar ham. Mana ishlab ko'rib o'zim ham bilganman. Shunaqa.
Masalan, menda yuborgan odamlarimni, o'sha joylagan odamlarim qochib ketgan. Ularni deb kasrga men qolib ketdim. Meni yoqimni o'g'layapti. Farruh, bo'ldi, sen bilan отношение qilmaymiz deyapti. Xorvat firmalar boshlig'i. Nimaga? Mana shu o'zbek seni odaming qochib ketdi deyapti. Vaholanki men aybdor emasman. Men naborda yordam bergandim shu o'zbekka, ishladik. Joyladik, ishladi, pulini oldi, ID kartdan oldi, qochdi. Bo'ldi, ana shunaqa. Shuning uchun u ana shunday bo'lgandan keyin любой kishi sog'lom odam to'xta deydi, bunaqalar deydi. Nima kerak deb faqat atkazni uradi. Shunaqa. Endi kelmoqchi bo'lganlar, endi hujjat qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, akalar, hujjatlar qanday bo'ladi, nima qo'yadi, hammasini tushuntirib aytib o'tib ketaman. Qaranglar, hujjatlar aslida приглашение uchun dozvalar, radna dozvalar, ishchi ruxsatnoma uchun kerak bo'ladigan hujjatlar sudlanmagan bo'lishingiz kerak. Agarda siz sudlangan bo'lsangiz, O'zbekiston territoriyasida sudlangan bo'lsangiz, sizga maslahat bermayman. Xorvatiyani, не только Xorvatiya, Yevropani akalar. Sudlanmagan bo'lishingiz kerak. Sudlanmaganligingizni qayerdan bilasiz? MyGov.uz saytidan yoki o'sha mahallangizdagi yagona darchaga borib, o'shadan bilasiz, davlat xizmatlaridan borib bilasiz. Sizga uzoq 1 soat ichida chiqarib beradi. Sudlangan, sudlanmagan. O'sha hujjat kerak bo'ladi. Sudlanmagan hamma hujjatlar elektron tarzda yuboriladi. Masalan, kimnidir qo'liga ber yo boshqa emas, elektron, Telegram orqali, email orqali yuborilsa bo'ladi. Hammasi elektron PDF holatda. Sudlanmaganlik qog'ozi, uni pechati, yagona darchani imzosi kerak. U qog'oz masalan o'zbek tilida, rus tilida bo'lishi mumkin, farqi yo'q. U qog'ozni shuni taqdim eta olmaysiz elektronni Xorvatiyaga, davlat nimasiga, firmalarga. Nimaga? Ular tushunmaydi bu tilda. Shuning uchun siz uni tarjimaga berasiz. Apostil. Opchiq qilib aytganda apostil. Bundan oldingi videolarda ham tushuntirganman, shunaqa xizmatlar ham bor deb. Apostil degan hujjat qilinadi. O'sha opchiq kirib ketadi. Notarial holatda tasdiqlash, elektron qildirish, pechat imzolarini qo'ydirish davlat tomonidan sizda ingliz tiliga tarjimasi. Xohlang ingliz tili, xohlang xorvatiya. Xorvatiya o'zi ingliz tilini olyapti. Keyin nima? Keyin diplom kerak. Diplom qildirish kerak. U diplom xizmatlarini ham qildirsa bo'ladi. Shuni qildirmoqchi bo'lgan odamlar bo'lsa, keyinchalik aloqaga chiqsanglar, ularga ham yordam beraman. Keyin pasportingiz bo'ldi. Mana shu hujjatlar приглашение uchun elektronni taxlanib topshiriladi, bo'ldi. Keyin приглашение kutiladi. Приглашение kelgandan keyin viza. Vizaga topshirish, Toshkentdagi viza sentriga olib borib topshirasiz. U uchun ochrat olinadi, etablari bor, o'shani qiladigan odamlari bo'ladi, shu odamlarga uchraysiz. Shunaqa. Topolmasangiz, oxirida menga uchrashingiz mumkin, men ham topib beraman. Ular bo'yicha ham yordam bera olaman. Shunaqa. Tez tushuntirib aytib o'tib ketdim, lekin jarayon ko'p bo'ladi. Masalan, o'sha jarayon ko'pchilik topshirgandan keyin bilinglarki, ochrat katta bo'ladi, samo-собой kechikishlar bo'ladi. Har xil bo'lyapti bu. Masalan, 45 kundan 7 oygacha, 6 oygacha boryapti приглашение chiqishi. Приглашение chiqdi degan bo'ldi, men viza oldim degani emas akalar. Приглашениеdan keyin vizaga topshirasiz, viza kutiladi. To'g'ri, hech qanaqa suhbat bo'lmaydi. Toshkentga viza sentrga hamma hujjatlar taxlanib, ochrat olinib topshiriladi, to'lovlar qilinadi. Toshkent viza sentr hujjatni olib Qozog'istonga elchixonaga yuboradi. Chunki bizda Toshkentda yo'q elchixonasi Xorvatiyani. Yuborilgandan keyin har xil vaqt kutiladi. U ham 1 oydan 2-3 oygacha kutiladi. Har xil приглашение topshirib hamma hujjatlar ketgandan keyin pasportlar beriladi. Pasportingiz kelgandan keyin siz telefon nomeringizni aytib olib qo'ygan bo'ladi. Telefon nomeringizga SMS keladi. Borib pasportingizni olasiz, konvertni o'zingiz ochib ko'rasiz, viza bor yoki yo'q. Shunaqa gaplar kelar. Viza bo'lsa omadingiz, viza kelmagan bo'lsa ham bu ham yaxshilikka. Shunaqa. Buni sababi yozilgan bo'ladi. Masalan, nima sababdan atkaz, agarda atkaz bo'layotganlarniki bo'lsa, nima sababdan atkaz? Kecha ham bir akamiz chiqdi. Hammasi joyda, firmalarimiz joyida ekan, atkaz berdi. So'rasam, firmada muammo u yoq bu yoq deyapti-da. Shunday sabablar ko'rsatilgan bo'ladi, lekin asli sababi akalar, shuni bilib qo'yinglar, asli sababi u yoqdagi o'zbekistonliklar borib ishlayotganlar, men yuqorida tushuntirganda, muammo qilgan yoki nimadir qilgan bo'ladi, ikkitasi shuni sababiga 8-9 tasiga sababchi bo'lib qoladi. Shunaqa gaplar akalar, u yoqda yurganlar, musofirdagilar. Alloh o'z panohida asrasin sizlarni. Lekin bitta joyda ishlayapsizlarmi, konkretno ishlab, masalan, sabrda bo'lib, masalan, zo'r joy chiqdi, ishlab turgan joylardan ham zo'r joy, ko'zingizlar yetadi, borib ishlay olasizlar. Lekin bu eski joylarni tashab birdan ketib qolmasligi kerak-da. O'sha boshliq bilan gaplashib, istoriyani toza qilib ketish kerak. Yomon negativ tashab ketmasligi kerak. Chunki ular shunday o'ylaydi. O'zi kam aholida ular. Masalan, biz xorvatlar bunday desak, mana shunaqa deb o'ylaymiz hammasini. Bular ham o'zbek ikkitasi bunday qilsa, vaholanki u o'zbek bilan o'z birikishi yo'q u yoqda. Lekin bular deydi birikardi, lekin bular hammasi shunaqa ekan deydi.
Shu narsaga ehtiyot bo'linglar akalar. Yana nimalar tushuntirib aytib o'tib ketsam ekan. Shu narsalarga ehtiyot bo'linglar. Topshirmoqchi bo'lganlar, keyin xarajatlari qancha pul ketadi, nima ketadi, xarajatlari hammada har xil, o'sha to'lov etaplari hammada har xil bo'ladi, dogovorga bog'liq. Qancha dogovor, kim nechta pul dogovor qilyapti, shunisiga bog'liq. Xizmatni oladigan, o'sha yuguri, xullas hamma hujjatini qiladiganlar, o'sha erta siz to'g'ridan to'g'ri, masalan, demoqchimanki, to'g'ridan to'g'ri siz Xorvat bilan gaplasha olmaysiz birinchidan. Ikkinchidan sizga juda qiyin ish bo'lib ketadi u. Vaqtingiz ko'p ketadi, tushunmaysiz, nima aniq qilish kerak, nima deyapti. O'rtada baribir kimdir bo'ladi. O'sha bo'lgan odamni rozi qiling. Как положено, o'sha o'rtadagi odam, u bilan gaplashib turgan odam bo'ladi, sababchi o'sha odam sizda tarjimon bo'ladi, ham o'rtada garant bo'ladi, ham u turib beradi o'sha joylariga. Tushunyapsizmi? O'sha odam orqali ishingiz bitadi. Shunaqa, kimdir sababchi bo'lib qoladi boshingizga. To'g'ridan to'g'ri bora olmaysiz-ku shunaqa narsa. Shunaqa gaplar akalar, to'lov etaplari har xil, masalan, maksimum deyman, kimdir so'rashi mumkin-da, o'zi necha pul ketadi, o'zi dangal gap, qancha nima deganda, masalan, grubi hisoblab aytganda, oxirgi ketgan bitta odamni bilaman, 3100 ketgan. Общий hammasi, bilet, hamma bosh og'rig'i ichida 3100 ketgan. Shunaqa. Shunga qarab, kimdadir kam ketishi mumkin, kimdadir ko'p ketishi. Buning ichida viza, bilet, sug'urta, registratsiya, приглашение, xizmati, yuguri, bosh og'rig'i hammasi ichida aytayman, shunday. Mana shu pulga arziydimi deydi keyin. Masalan, o savol tuyulishi mumkin. O'sha pulga arziydimi o'zi, Farruh? 3000 qancha deyapsan? Mana shu pulga borishimizga arziydimi desanglar, akalar, hammada har xil. Masalan, men uchun arziydi. Shaxsan o'zimni fikrimda aytadigan bo'lsam, men uchun arziydi. Nimaga? Borganinglarda kamida 1000 topasizlar. U pul agar sabrda bo'lib ishlasanglar, kamida 2 oy, 3 oyda chiqib ketadi o pulinglar. Dal shu yerga ishlab ketaverasizlar. Shunaqa. Bu xarajat o'zingizlar uchun investitsiya, borganinglardan keyin u dal ishlashinglar uchun. Bu xarajat boshida bir marta bo'ladi, hujjat qo'ygan. Borganinglardan keyin ID karta. ID karta hozirda уже 3 yillik bo'layotgan ekan. 3 yil degani borib siz 3 yil ishlaysiz. 3 yildan yana yangilab beradi. Dal ishlayverasiz. Sizda qanchadir vaqt limit yo'q sizga. Tushunyapsiz? Faqatgina qonuniy yurib, qonuniy ishlab yursangiz, siz uchun hech qanaqa limit yo'q u yoqda. Shunaqa gaplar akalar, sizga hech qanaqa limit yo'q. Bu xarajatlar boshida bo'ladigan xarajatlar bo'ldi, tamom. Undan keyin kirib olganingizdan keyin ofitsial yurib, qonuniy yurib, ishlab yursangiz, u pullaringiz ham chiqib ketadi. Siz dalcha ishlayverasiz. Agar 5 yildan keyin siz tilni o'rganib, mukammal bo'lib, maqsadingiz qolish bo'lsa, harakat qilib fuqarolikka ham topshirsangiz bo'ladi. O'zini talablari, usloviyalari, etaplari, ekzamenlari bor. Ulardan o'tib olsangiz albatta. Shunaqa gaplar akalar, ko'ringlar. Shingen davlat. Keyin men maqtamoqchi ham emasman. Men masalan yomonlamoqchi ham emasman. Chunki ichida bo'lgan, ko'p bo'lgan, o'zimni odamlarimdan ham borganlarga yordam berganlar. Borgan, 1 oy ishlab qaytib ketgan. Ha desa oylik past. Rossiyada ishlagan, Rossiyada masalan undan 1000, Xorvatiyada olgan bo'lsa, Rossiyada 1,5 ming. Boryapti, shuni solishtiryapti, bo'ldi oylik past ekan, men 1,5 mingga boraman deb shuni Rossiyaga ketib qolyapti. Akalar, sizlarga birdaniga hech kim oylik bermaydi. O'sha Rossiyaga qilgan ishingizni ham birdaniga borib shuncha olmagansiz. Rossiyaga yillaringiz o'tgan, mehnatingiz qancha ter to'kib, keyin ana shu oylikka chiqqansiz. Siz Xorvatiyadan nimani kutyapsiz? O'zi nima beradi? Sarflagan pullaringizga arziydimi? O'sha maqsad qilib borish kerak. To'xta, men 1000 topayotgan ekanman. Qaraydi atrofda boshqalar 1,5-2 ming topayotgan ekan. Shuni topsa bo'lar ekan-ku deb harakat qiladi, o'shanga qarab paxat qiladi. Shunaqa. Keyin yana bir narsani aytib o'tib ketsam, masalan, kimlardir o'ylaydi. Keyin ham bitta narsani aytib o'tib ketay akalar. Gapim cho'zilib ketdi, lekin oxirgacha ko'rsanglar arziydi, xudo xolasa. Mana kimdirlar 1,5 ming topyapti, to'g'rimi? Masalan, Rossiyada yoki O'zbekistonda. Maslahat bermayman sizlarga. Maslahat bermayman. O'zimning shaxsan fikrim, maslahat bermayman. Chunki 1,5 ming topyapsiz. 1000 topsangiz-ku o'ylab ko'ring. Agar 1,5 ming topib qo'lingizda qolyaptimi, Yevropaga borishingiz nima kerak sizga? Yevropaga ham o'sha pulni topasiz-da. Boringki 2000 toparsiz. Yillar o'tib, 2-3 yildan keyin Yevropaga ishlabda. Boshidan lekin sizga bermaydi. Boshidan sizga 800-900 ming berishi mumkin. Bo'ldi. Borib siz chunki tilni bilmaysiz. Bu 1,5 ming topayotgan joyingizga qancha yillaringiz ketgan? O'sha joydan topyapsizmi?
maslahat bermayman sizga borib bu yoqlarga ko'rishdi. Oilani sog'inib, qiynalib bu yoqqa ishlab yurishdi. Chunki 1,5 ming joyingizga уже ancha o'rganib qolgan bo'lasizda. Issiq joyingizni tashab, Yevropa ha zo'r maza deb ketyapsizda, boryapsiz 1000 oylik uyni sog'inyapsiz, rasxod ko'p, yo boshqa qiyin tuyulyapti, til bilmaysiz, hech kim sizni tushunmayapti. Shunaqa. Shuning uchun akalar, uncha pul topayotgan odam maslahat bermayman. Agar kam topayotgan bo'lsangiz, usta bo'lsangiz, agar zo'r usta bo'lsangiz, haqiqatdan masalan ustasiz, qurilishda aytayman, zo'r ustasiz, zo'r pul topasiz. Vaqtlar o'tib zo'r pul topasiz Xorvatiyaga, to'g'ri. Tillarni o'rganasiz, обязательно keyin til ham kerak bo'ladi, shunday. Shunaqa gaplar, akalar. Yana nima? Yana qandaydir savollar bo'lgan bo'lsa, savollar qolgan bo'lsa, yozib qoldiringlar. Asosan Xorvatiya bo'yicha gapirdim. Bundan keyingi temalar nima bo'yicha gapiray? Menda ko'p temalar, ko'p olib chiqib gapiraman degan. Lekin qaysi birini gapiray? Nima? Menga bir eslatinglar, masalan, kommentariyada yozib qoldiringlar. O'sha bo'yicha gapirib, tushuntirib naqd ketaman. Shunaqa gaplar, akalar. Joninglar sog' bo'lsin. Videoga like bosinglar, kommentariya yozinglar, savolinglar bo'lsa, keyingi videolar nima haqida bo'lsin. Bu videoni podelitsa qilib uchirib qo'yinglar o'sha egalariga. Kim qiziq, kim qiziqtiryapti, kim nima anaqa, kimga interes bo'lyapti. Hamma savollarga men ochiqcha borini aytdim masalan. Ko'p agentlik firmalar yoki boshqalarda eshitmadim, ko'rmadim, ochiqcha borini aytgandim. Qancha pul ketishini yo boshqa qilishini, nima qilishini. Men hammasini ochiqcha sizlarga tushuntirdim. Men o'zim o'sha masalan agentlik boshqani bilmadim. Ko'plar agentlik deydi. To'g'ri, masalan bordir. Men o'zimdagi bor faktni gapiraman-da, chunki men borib o'sha joyga ishlab, stroykalarga qo'lim bilan o'sha narsalarni ushlab ko'rib, ishlab, jarayonni qiyinchilikda o'zimda his qilib, o'tkazib, keyin O'zbekistonga kelib gapirib berayotgan insonman, xolis bo'ldi. Bu yerda bir qandaydir bir nimani yashirib yoki bir nimani aniq qilib, ko'pirtirib, bir nimani kamaytirib nima qilayotgan va borini ochiqcha aytdim. Shunaqa gaplar akalar. Inshaalloh qo'llab-quvvatlab turinglar, shuning uchun qilayotgan mehnatlarni qadrlab, podpisatsiya bosib akalar, kanalimiz 10 mingta bo'lsin inshaalloh. 1 millionta, 100 mingta, 1 millionta bo'lib ketsin akalar. O'shanga qarab qancha podpischilar ko'p bo'lsa, qancha aktiv zo'r bo'lsa, yana ham temalar olib chiqaman. Agar aktiv bo'lmasa, menga ham uje motivatsiya yo'qda, qiziq bo'lmaydi-da. Qarayman, odamlarga qiziq emas ekan deb o'ylashdi keyin. Shunaqa gaplar akalar. Shunday, bez montaj, bez effekt, bez nichvo, shuna mashinaga o'tirib, shuna videolarni qilib boryapman akalar. Inshaalloh podpisatsiya bosib qo'yinglar, like urib qo'yinglar. Shunaqa gaplar. Keyin mana shu videoni yuborib qo'yinglar, tanishinglarga yuborib qo'ysa ham bo'ladi. Nima savolinglar bo'lsa yozib qoldirishinglar mumkin. Mana shu 18 minut gapiribman. Shunaqa. Yana qanday temalar kerak bo'lsa, keyingi videolarga qiziq bo'lsa aytib qo'ysanglar, o'sha bo'yicha tushuntirib, aytib, nima qilib o'tib ketaman. Hammaga rahmat, joninglar sog' bo'lsin. Mana shu aytib o'tgan hujjatlarim bo'yicha kimdadir muammo bo'layotgan bo'lsa, kimdadir приглашение chiqdi, vizaga topshira olmayapsiz, ochirib ola olmayapsiz. Menga aloqaga chiqing, yordam beraman qo'limdan kelgancha. Приглашениеga bo'lgancha hujjatlar bor. Sudlanmaganlik qog'ozida apostil degan hujjat, diplom qilish kerak hujjat. O'sha hujjatlarga ham qo'limdan kelgancha o'zim yordam beraman. Ishonarli, samig'lanish, sifatli qiladigan odamlarimiz bor. Shunaqa gaplar akalar. Hammaga rahmat, joninglar sog' bo'lsin, sog'mon bo'linglar. Shunaqa servislar, hujjatlar, ishlar kerak bo'lsa ham aloqaga chiqaveringlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.